Kariz qaynonam bilan pishmagan go'sht va sushi yegani choyxonaga keldik. Qaynonam miyalarida sushini narxini hisob-kitob qilayotgandilar, bemalol zakaz qilavering, men to'layman desam, xursand bo'lib ketdilar. Bu joy Kariz qaynokamni eng yaxshi ko'rgan oshxonasidan biri ekan. Stolning ustiga suv, achchiq sous, so'yuvli souslarni qo'yib qo'yishibdi. Bu yerda kelinligim esimga tushib ketib, qaynonamga suv quyib beryapman. Qaynonam o'zlariga ikkita shunaqa sushi bilan tovuq go'shtli ovqat zakaz qildilar. Men esa o'zimga katta tarelkada pishmagan go'sht va pishmagan baliqli sushi zakaz qildim. 12 ta sushiga to'ymaysan deb qaynonam o'zlarining ovqatlaridan ham beryaptilar. Xavotir olmang, bu tugasa yana bitta zakaz qilib yeyman desam, qaynonamning ko'zi chiqib ketdi. Ishonaveringlar, pishmagan go'shtdan qilingan sushini yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Pishgan go'shtga qaraganda pishmagani juda ham mazali chiqar ekan. Lekin pishmagan go'sht bo'lganligi bilan marinovka qilingan, shuning uchun tomog'ingizdan silliqqina o'tib ketadi. Bunisini qaynonam o'zlariga zakaz qiluvdilar, bittasini yeb ko'rchi deb bergan.